Salom do'stlar. Men sizlarga o'zim yashaydigan talabalar turar joyi haqida gapirib bermoqchiman. Talabalar turar joyi bu nafaqat yashash uchun joydir, balki men uchun ikkinchi uyimga aylangan maskan hisoblanadi. Bu yerda turli hududlardan kelgan talaba do'stlar bilan birgalikda yashaymiz. Talabalar turar joyi 2 qavat va jami 45 ta xonadan iboratdir. Har bir xonada 4-5 talaba yashaydi va xonalar karavot, stol, stullar, shkaflar va kerakli maishiy qulayliklar bilan ta'minlangan. Har bir qavatda dush, kir yuvish xonasi va suv isitgichlari mavjud. Ayniqsa, oshxona bizga mustaqil ovqat tayyorlash uchun juda qulay shart-sharoitlarni yaratib beradi. Turar joyda har kuni tozalik va tartib saqlanishiga e'tibor qaratiladi. Rahbarlar tomonidan ham muntazam ravishda tartib qoidalari eslatib o'tiladi. Shuningdek, turli madaniy-ma'rifiy tadbirlar ham tashkil etiladi. Umuman olganda, talabalar turar joyida yashash menga mustaqillik, tartiblilik, jamoa bilan yashashni o'rgatyapti. Bu yillar mening hayotimdagi eng yorqin xotiralardan biri bo'lib qoladi.